Texnobazor Optim internetda shov-shuv qilib, hamma joyda narx-navoni tushiryapmiz degan Texnobazor Optimga kelganmiz. Manga o'xshab yeb qo'yganlar bu yerga kelib, bu yerdan Pitro texnikani sotib olmasligini taklif qilib qolaman. Ya'ni nima uchun manga o'xshab yeb qo'yganlar bu yerdan savdo qilmasligini taklif qilyapman. Hozir video davomida ko'rasizlar, batafsil tushunib olasizlar. Barini boricha aytamiz biz. Xullas kalom, nima uchun yeb qo'yganlar dedim. Men bundan hech qancha emas, 3-4 oy oldin kir mashina oldim uyga. Xuddi mana shunaqa kir mashina, mana narxini ko'ring o'zingiz. 2 million 499 ming, 2,5 million so'mga qayda bunaqa avtomat kir mashina bor. Men xuddi mana shuni 4 million 100 ming so'm olganman. Shuning uchun aytdim, sog'lig'i ko'tarmadi insonlar kirmadi bu narsani, chunki to'shni ba'zangiz qochib qo'yadi, asabingiz buzilib, asab tog'laringiz buzilishi mumkin. Shuning uchun ilojini boricha bu yerga olmaganlar, yangiganlar bemalol kelib tashrif buyurib, hamma bitta texnikalarga aksiyalarni katta berib qo'yishdi. Yana bitta narsa gap isboti bilan bilasizlar, kafemizga yaqinda kantsin olgandik. Bu yerda farqni ko'ring. Mana. Xuddi shunaqa narxda, ya'ni mana 15 million 200 ming so'm, men 10 hektarga olganman. Xuddi mana shu avvalon 10 hektargini. Ha bu yerda bo'lsa 24 taligi 14 million 839 ming so'm. Bor narsa aytganman, doim chortoylarga yaqinlik ulashib meni xullas kalom Texnobazorda hamma narsa sizdan biz o'ylagandan ham 2 barobar arzon. Qo'rqma ayta olaman, 500 ming, 300 ming, 200 mingga emas. Narxi qo'rqmasa ayta olaman, 1 million, 2 million so'mga bemalol arzon. Barcha taklif qilamiz, Texnobazorga obuna bo'lib, o'zimizni e'lon kuzatishda davom eting. Shunaqa manfaatli videolarni albatta sizga ulashda davom etamiz.